Assalomu alaykum azizlarim. Hikoyachi Momo kanaliga yana bir bor xush kelibsiz. Bugun sizlar uchun yana bir yurakni titratadigan, hissiyotlarga o'ta boy va kutilmagan voqealarga to'la hikoya tayyorladim. Videoni oxirigacha tomosha qiling, chunki bu qizning qismati sizni albatta o'ziga tortadi. Marhamat, qulayroq joylashib oling, biz boshladik. Sizni doim himoya qilish kerak bo'lgan inson sizni o'z qo'llari bilan jarlikka itarsa nima qilasiz? Men hayotimdagi eng qora, eng kechirib bo'lmas xatoni o'z qonim bo'lgan odamga ishonib qildim. Inson doim ko'chadagi begonalardan qo'rqadi. Lekin eng katta, eng og'ir zarba doim eng yaqinlardan keladi. Men o'shanda bor yo'g'i 20 yoshda edim. O'z dunyosida yashaydigan, sodda, ishonuvchan va muhabbatga juda chanqoq bir qiz edim. Mening hayotim oldindan yozib qo'yilgan, sokin va zerikarli daryoga o'xshardi. Mening o'z orzularim umuman yo'q edi. O'z ovozim ham yo'q edi. Men shunchaki ota-onamning chizgan chizig'idan chiqmaydigan, aytganini indamay qiladigan itoatkor qo'g'irchoq edim. O'sha yozning o'ta issiq, dim kunini men hech qachon unuta olmayman. Havo shunchalik og'ir ediki, odamning nafas olishi ham qiyinlashib ketgandi. Ko'chada hamma narsa tinch, osmon musaffo. Men yigitim Sardor bilan yashirincha uchrashishga kelishgan edim. Sardor mening birinchi muhabbatim edi. Mening qorong'i hayotimdagi yagona yorug'lik nurim aynan u edi. Biz doim ammamning katta hovlisi orqasidagi eski, tashlandiq issiqxonada ko'rishardik. Bu joy xaroba, hamma yog'ini chang bosgan, odam qadami umuman yetmaydigan xavfsiz panagoh edi. Sardor keldi. Uning ko'zlarida doimgidek cheksiz mehr va ozgina qo'rquv bor edi. Biz eski yog'och o'rindiqda yonma-yon o'tirdik. U mening qo'llarimni ohista ushladi. Uning barmoqlari issiq va biroz titroq edi. Biz kelajak haqida, yaqinlashib kelayotgan to'yimiz haqida shirin orzular qilib, jilmayib o'tirardik. Shu payt to'satdan orqamizdan eshikning zanglagan, yoqimsiz ovozi eshitildi. Nafasim ichimga tushib ketdi. Yuragim go'yoki urishdan butunlay to'xtab qoldi. Orqaga cho'chib o'girildim. Ostonada ammamning o'g'li, mening akam o'rnida bo'lgan Jahongir turardi. Uning yuzida hech qanday hissiyot umuman yo'q edi. Ko'zlari esa muzdek sovuq. Sardor darhol o'rnidan sapchib turib ketdi. Uning rangi oppoq qog'ozdek oqarib ketgandi. Men nima deyishni, qanday oqlanishni umuman bilmay, joyimda toshdek qotib qoldim. Jahongir biz tomonga juda sekin, o'ta sokin qadamlar bilan yaqinlashib kela boshladi. U qo'llarini cho'ntagiga solib, qoshlarini chimirgancha bizga tepadan mensimay tikilib turardi. "Bu yerda nima qilib o'tiribsizlar?" dedi u o'ta sovuq va keskin ohangda. Sardor og'zini ochib biror so'z deyishga jur'at qila olmadi. U shunchaki boshini egib jim turardi. Mening tomog'imga go'yoki katta musht tiqilgandek bo'ldi. Arang nafas olardim. Ovozim umuman chiqmadi. Jahongir bir necha soniya jim turib bizni diqqat bilan kuzatdi. Bu jimlik soniyalari menga butun boshli asrdek tuyuldi. Keyin u menga qarab bir qadam yaqinlashdi. "Bilasizlarmi?" dedi u kutilmaganda, "agar xohlasam, hozir borib hammasini sening otangga, ammamga, butun mahallaga aytishim mumkin." Uning ovozi pasaygan bo'lsa-da, bu so'zlardagi tahdid butun vujudimni teshib o'tardi. Yuragimni vahima bosdi. Men unga yolvoruvchi, iltijoli nigoh bilan qaradim. Ko'zlarimga o'z-o'zidan yosh keldi. Sardor hamon jim edi. Uning bu ojizona jimligi meni hayotimda birinchi marta qattiq og'ritdi. Nega u qarab turibdi? Nega meni himoya qilmayapti? Jahongir Sardorga qarab sovuq, masxarali tarzda kulimsirab qo'ydi. "Sen ketaver, yigitcha", dedi u ko'zini uzmay. "Men singlim bilan o'zim gaplashib olaman." Sardor menga bir marta aybdorona qaradi-yu, indamasdan boshini egib xonadan tezda chiqib ketdi. U meni shu qorong'i, xavfli va sovuq joyda butunlay yolg'iz tashlab ketdi. O'sha lahzada mening Sardorga bo'lgan o'sha sof muhabbatim ilk bor dars ketganini his qildim. Men qarshimda turgan, g'alabasiga amin bo'lgan yirtqich bilan yuzma-yuz, mutlaqo ojiz qolgan edim. Jahongir ochiq qolgan eshikni yopdi. Uning qadamlari endi menga tomon siljidi.
Lekin baribir senga rahmim kelyapti, Laylo, dedi u juda past ovozda. U yonimga kelib, yelkamga qo'lini qo'ydi. Uning kafti juda issiq, lekin o'ta og'ir edi. Men qo'rquvdan qaltirab ketdim. Balki birovga aytmasman, agar men aytganimni qilsang, deb pichirladi u. Men hayron bo'lib, katta qo'rquv bilan unga qaradim. Nima demoqchisan o'zi, nima xohlaysiz mendan? U mening ko'zlarimga uzoq vaqt tikilib qoldi. Unda akalik mehri zarracha ham yo'q edi. Unda qandaydir qora, mutlaqo taqiqlangan, iflos ehtiros ochiq yonib turardi. Meni oilam borligini bilasan, dedi u. Lekin sen menga ko'proq yoqasan. Yigiting esa judayam ojiz. Xohlasang bu sirni bir umr yuragimda saqlayman. Ammo agar rad qilsang, ishonaver, ertaga buni hammayoq biladi. Mening miyam muzlab qoldi. Butun vujudimdan kuchli tok urib o'tgandek bo'ldi. Men o'zimni yo'qota yozdim. Bu axir mening ammamning o'g'li. Mening qon qarindoshim. Agar rad qilsam, u otamga borishini aniq bilardim. Otam esa bu katta sharmandalikni aslo ko'tara olmasdi. Otamning yuragi juda xasta edi. Mening bu kichik qilmishim uni shubhasiz o'ldirishi mumkin edi. Meni burchakka taqab qo'yishgandi. Men o'z otamning hayotini saqlab qolish uchun o'z yosh hayotimni do'zaxga sotishga majbur edim. Jahongir yonimda sovuqqon kulimsirab javob kutib turardi. Men ko'z yoshlarimni yutib, sekin boshimni egdim. Bu harakatim rozi bo'lishimni anglatardi. U bir zum jim qoldi. So'ng asta yelkamga qo'lini qisdi. Ajoyib qaror, dedi u sekin, sen bundan afsuslanmaysan. Balki butunlay boshqacha tuyg'ularni kashf qilarsan. O'sha tundan boshlab mening butun hayotim dahshatli va qora tushga aylandi. Hammasi butunlay o'zgardi. U menga har kecha tinmay yozadigan, yashirin uchrashuvlarga chaqiradigan bo'ldi. Avvaliga men o'zimni o'ldirishni, uzoqlarga qochib ketishni juda ko'p o'ylardim. O'zimni o'ta yomon va iflos his qilardim. Lekin u shunday ayyor, shunday usta ediki, meni o'zining psixologik to'riga butunlay o'rab olgandi. U bilan o'tkazgan o'sha ilk tun ham qattiq hayajonli, ham chidab bo'lmas darajada og'riqli edi. Yuragimda haligacha Sardorga bo'lgan muhabbat tirik edi. Ammo Jahongir bilan kechgan lahzalar mutlaqo boshqa bir olam, boshqa bir hissiyot edi. U qattiq qo'l, talabchan, lekin shu bilan birga o'ta ehtirosli edi. Men uning quchog'ida o'zimdan qattiq nafratlanardim. Ammo tanam menga umuman bo'ysunmasdi. Bu juda zaharli, qonni qaynaydigan, lekin taqiqlangan olov edi. Shu tarzda men ikki mutlaqo qarama-qarshi olam o'rtasida sarson yashay boshladim. Kunduzi men Sardor bilan uchrashardim. U bilan shirin kelajak haqida xotirjam gaplashardim. Kechasi esa Jahongirning zulmatli, sirlarga va ehtirosga to'la dunyosiga sho'ng'irdim. Har tun Jahongir bilan yashirincha ko'rishar, sokin, ammo g'amgin lahzalarni boshdan kechirardim. Sardor yonimda o'zini yaxshi va mehribon yigitdek tutardi. Lekin u menga suyanadigan qoyadek tuyulmasdi. Jahongir esa meni butunlay boshqarar, har bir nafasimni o'ziniki qilib olgandi. Bizning uchrashuvlarimiz endi shunchaki oddiy shantaj emas, qandaydir tushunarsiz, qora ehtiyojga aylanib ulgurgandi. Jahongir menga kundan kunga qattiq bog'lanib borardi. U meni hammadan ochiqchasiga qizg'anardi. Ba'zida u meni o'ziga haddan ortiq jalb etayotganini o'zi ham umuman bilmasdi. Lekin uning nigohlaridagi chaqnab turgan olov buni doim oshkor qilib turardi. Men har kuni oynaga qarab o'zimni o'zim tanimay qolardim. Ichimdagi o'sha sof, begunoh va kulib turuvchi Laylo o'lgan, uning o'rniga yolg'onchi, ikki yuzlamachi ayol kelgandi. Sardor ham nimadir noto'g'ri ekanini seza boshlagandi. Ayolning ko'zlari hammasini darrov sotib qo'yadi. U so'nggi paytlarda juda ko'p savol beradigan bo'ldi. Ko'zlarimga tikilib, hammasi joyidami, men senga yetarli emasmanmi deb so'rardi. Men har gal uning ko'ziga qarab yolg'on gapirishga majbur bo'lardim. Men o'zimni ich-ichimdan yeb bitirayotgan edim. Qattiq vijdon azobi meni asossiz kemirardi. Bir tarafda sof, toza muhabbat. Ikkinchi tarafda esa xavfli, qiziqarli va og'riqli ehtiros. Kuz oylarining oxirida bir tun Jahongir meni yana uchrashuvga chaqirdi. U
doimgidan butunlay boshqacha edi. Yuzida g'azab va qandaydir g'amgin jiddiylik bor edi. Men eshikdan kirishim bilan u qattiq tortib ko'zimga tikildi. "Bilasanmi?" dedi u sovuq ovozda. "Endi men seni faqat o'zimnikidek his qilishni xohlayman. Yigitingga o'zing ayt yoki men aytaman. Men sendan endi voz kecha olmayman." Bu so'zlar yuragimni butunlay muzlatib qo'ydi. Endi u shunchaki oddiy tahdid emas, chinakam qat'iy talab bilan chiqayotgandi. Endi bu oddiy o'yin emasdi. U menga umuman tanlov qoldirmadi. Men ikki olamdan birini aniq tanlashim kerak edi. Yoki har ikkisidan birdaniga ajralishim shart edi. Men u yerdan nima deyishni bilmay qochib chiqdim. Lekin inson reja tuzadi, taqdir esa uning ustidan kuladi deganlari rost ekan. Bir necha hafta o'tdi. Tanamda g'alati, tushunarsiz va qo'rqinchli o'zgarishlarni seza boshladim. Ertalablari boshim qattiq aylanar, sababsiz holsizlik va ko'nglim tinmay aynirdi. Boshida buni oddiy charchoqdan, asabiylashishdan deb o'ylab, o'zimni tinchlantirdim. Lekin ichimni qandaydir sovuq, dahshatli xavotir qamrab olgandi. Bir kuni dorixona yonidan o'tayotib, o'zimni majburlab ichkariga kirdim. Oldim. Uyga qaytib, hammomga kirib eshikni qulflab oldim. Qo'llarim tinmay qaltirardi. Men natijani kutib turganda butun umrim, xatolarim ko'z o'ngimdan birma-bir o'tdi. Testga qaltirab qaradim. Ikkita aniq qizil chiziq paydo bo'lgandi. Men homilador edim. Yuragim urishdan butunlay to'xtab qolgandek bo'ldi. Ko'zlarimdan duv-duv issiq yosh to'kildi. Nafas ololmay qoldim. Hammom poliga o'tirib, ovoz chiqarmay dod soldim. Lekin eng dahshatlisi umuman bu emasdi. Eng dahshatlisi bola aniq kimdanligini bilmasdim. Men Sardor bilan ham, Jahongir bilan ham birga bo'lgan edim. Tuban ehtirosli kechalar ham, sof uchrashuvlar ham aralashib ketgandi. Hisoblab ko'rsam, aynan o'sha kunlar Jahongir bilan bo'lgan yashirin uchrashuvlar davriga ham to'g'ri kelardi. Qanday qilib bunday baloga giriftor bo'ldim? Qanday qilib yashirsam ekan? Kimga ishonsam ekan tevarak atrofimda? Miyam og'riqdan yorilib ketay derdi. Otam bilsa nima bo'ladi? Men o'z o'limimni o'z bo'ynimga sirtmoq qilib osgan edim. 2 kundan keyin men Jahongir bilan uchrashishga majbur bo'ldim. U xabar yozib holjonimga qo'ymagandi. Biz yana ko'rishdik. Uning nigohlari judayam o'tkir edi. U yuzimga qaraboq nimanidir darrov anglab yetdi. "Sening ko'zlaring boshqacha, nima bo'ldi o'zi, nimanidir yashiryapsan to'g'rimi?" dedi u qoshlarini chimirib. Men inday olmadim. U sekin kelib mening muzdek qaltirayotgan qo'llarimni ushladi va past ovozda so'radi. "U yoqda nima bor o'zi?" Shu ondayoq ko'zlarimdan o'zimni tutolmay yosh quyildi. "Men homiladorman" dedim yig'lab. "Lekin bilmayman bu kimdan?" Jahongir chuqur va og'ir nafas oldi. Uning qattiq changali birdan bo'shashib ketdi. U bir qadam orqaga tisarildi. Uning yuzidagi barcha ehtiros, ishonch bir zumda o'chdi. Unga qarab, uning ich-ichidan nimadir butunlay uzilib ketganini aniq ko'rdim. Lekin u tashqariga qarab hech narsa demadi. U oddiy, qo'rqoq, o'zining jonini o'ylaydigan yigitga aylanib qolgan edi. "Endi yashirishning hech qanday foydasi yo'q", dedi u sovuqqonlik bilan. "Haqiqat baribir yuzaga chiqadi." Uning bu gapidan keyin hayotimdagi har bir kunim do'zaxga, og'ir sinovga aylandi. Avvaliga Jahongir 2 kun jim turib yo'qolib ketdi. Lekin oradan 2 kun o'tmay u meni uchrashuvga chaqirdi. Unga qarab yuragimda qandaydir ilinj so'nayotganini his qildim. "Men tayyor emasman", dedi u yuzini chetga burib. "Bilasanmi, boshida bu ish men uchun qiziqarli o'yin edi. Lekin endi bu o'yin jiddiy hayotga aylangan. Men bu og'ir yukni ko'tara olmayman o'z zimmamga." U shunday dedi-yu, indamasdan ketdi. Menga hatto oxirgi marta qayrilib ham qaramadi. U meni qorong'ilikda, loy va sharmandalik ichida yakka o'zimni tashlab ketdi. Endi navbat Sardorga kelgandi. Yigitimga bor haqiqatni aytish undanda og'irroq, azobliroq bo'ldi. Men Sardor bilan uchrashib, yig'lab hammasini tan oldim. U jim eshitdi.
Uning rangi oppoq oqarib, lablari pirpirab qaltirardi. U ko'zlarimga diqqat bilan tikilib, uzoq jim qoldi. Men u baqiradi, meni uradi deb o'ylagandim. So'ng bir og'iz so'z aytdi xolos. Men seni butun vujudim bilan sevardim, Laylo. Lekin endi senga bir umr ishona olmayman. U shunday dedi-da, mening g'amgin yuragimni ezib, ortga burilib ketdi. Men qopqorong'i ko'chada mutlaqo yolg'iz qoldim. Ikkita ehtirosli muhabbat qasamyodini ichgan erkak. Ikkisi ham qochib ketishdi. Oradan oylar o'tdi. Homilam kattalashib, qornim shishib borardi. Yuragim esa bo'mbo'sh bo'lib qolgandi. Kutganimdek katta sir batamom ochildi. Mahallada turli gap-so'zlar, g'iybatlar daryodek ko'paydi. Qarindosh-urug'lar bizdan butunlay yuz o'girdi. Men hayotimdagi eng qora, eng umidsiz davrni boshdan o'tkazayotgan edim. Qora mehnat qilib kun ko'rardim. O'lim haqida, o'z jonimga qasd qilish haqida har kuni, har soniya o'ylardim. Lekin Xudoning mo'jizalari kutilmagan joydan kelarkan. Bir kuni ayollar klinikasida qabulga navbat kutib boshimni egib o'tirgan edim. Yonimdagi bo'sh stulga bir yigit kelib o'tirdi va menga qarab muloyim, juda samimiy jilmaydi. "Yaxshimisiz?" dedi u yumshoq ohangda. Qarasam rangingiz judayam oqarib ketibdi, yordam kerakmasmi? Bu shunchaki oddiy so'zlar edi, ammo mening muzlab qolgan yuragimga bir olam iliqlik olib kirdi. Uning ismi Farruh edi. U o'sha klinikada ishlaydigan oddiy shifokor ekan. O'sha kundan boshlab biz tez-tez ko'rishadigan bo'ldik. Farruh mendan farqli o'laroq o'tmishimni emas, faqat yorug' kelajagimni ko'rardi. U meni o'tmishim uchun umuman hukm qilmasdan, shunchaki qalbimni anglashga harakat qilardi. U bilan qurilgan samimiy suhbatlar, parkdagi sokin yurishlar asta-sekin mening yuragimdagi chidab bo'lmas og'riqlarni yumshata boshladi. Men unga butun ochiq haqiqatni aytishga o'zimda kuch topdim. Hammasini oqizmay-tomizmay so'zlab berdim. Iflos o'tmishimni, xiyonatimni, otasi noma'lum bolani aytganimda achchiq yig'ladim. Men u ham xuddi boshqalar kabi o'rnidan turib ketib qoladi deb kutgandim. Ammo u ketmadi. U hamma narsani bilib bo'lganidan so'ng menga sokin qarab shunday dedi. Men bu bolaning kimdan ekanligini emas, sening qanday qattiq azob chekkan, sof inson ekanligingni tanlayman. Sening qadr-qimmating men uchun baland. Agar sen rozi bo'lsang, men seni o'zimning halolim deb bilaman. Uning so'zlarini eshitib ko'zlarimga issiq yosh to'ldi. U menga qattiq ishonch bilan o'z qo'lini cho'zdi. Va men bu safar yillar davomida kutganim chinakam baxt va xotirjamlik sari o'z qadamimni qo'ydim. Sizchi azizlarim? Siz ba'zan hayotda o'z yaqinlaringizga qay darajada ko'rko'rona ishonasiz? Ba'zan qon qarindoshlik insoniylikdan ustun tura olmas ekan. Hech qachon shantajga, qo'rquvga taslim bo'lib, o'zingizni va qalbingizni qora o'yinlarga sotib yubormang. Xato qilish va adashish hammaga xos. Lekin qorong'i jarlikdan yorug'likka qarab chiqish faqat o'zini topgan kuchlilarning ishidir. Hayot doim ikkinchi imkoniyatni beradi, faqat unga ishonish kerak. Agar hikoyamiz sizga yoqqan bo'lsa, bizni qo'llab-quvvatlash uchun albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Sizning birgina qo'llab-quvvatlashingiz, fikr bildirishingiz biz uchun juda va juda muhim. Fikrlaringizni kommentariyalarda kutib qolamiz. Yana shunday qiziqarli, yurakni titratuvchi va hayajonli hikoyalar eshitish uchun doim biz bilan birga qoling. Obuna bo'lishni unutmang. Siz bilan Hikoyachi Momo kanali bo'ldi. O'zingizni asrang.